Ushbu loyiha Xalq banki Oltinko'l tuman filiali hamkorligida Andijon viloyati Oltinko'l tumani Katta Oqtepa MFI 121-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga kartoshka mahsulotlari ekilgan bo'lib, maydonning hajmi 4,5 gektardan iborat. Maydonning uzunligi 450, eni esa 100 metrdan iborat. Bu yerga ekilgan ekinlarimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Har hafta sug'orish ishlari, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyiha 45 dona dehqon xo'jaliklar biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 10 sotikdan biriktirilgan. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qayirma Agromir Plus MChJ tomonidan ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarlicha bilim ko'nikmalarga ega. Ushbu loyihada har bir gektardan 10 tonnadan jami 45 tonna hosil olish kutilmoqda.